Assalomu alaykum do'stlar, ish bor. Naginskiy ekanmiz, mana skladning ichiga kirib oldik. Xudoga shukr. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Nima dokumentlar qilib beradi, qanaqa usullar bu, hammasini o'zlaridan so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasiz? Namangan Chortoq. Qancha vaqtdan mana shu Chesterining kompaniyasida ishlayapsiz? 2 yildan beri ishlayapmiz. 2 yildan. Qancha oylik olyapsiz aka? Kuniga 3,5 ming so'mdan. Nima ish qilasiz? Podborchiman. Podborchi normasi qanaqa? Normasi bir kunda 320 ta terishimiz kerak. 320 ta pikmi, 320 ta paddonmi? 320 ta pik. Usti qilibsizmi terishga? Ha, yo'q, qilolmay vaqtingiz bo'ladi. Yo'q, bemalol spet qilaman. Aka, aytmas, bular ichida yosh qator odasiz. Aytib bering, qanaqa условиялар bor? Условиялар o'sha yotoq бесплатно. Общий-то бесплатный. Общий-то бесплатный. Registratsiya bесплатный. Obed berishyaptimi? Obed berishadi. Qanaqa obedlar yaxshimi? Obedlar yaxshi. Nima yedingiz bugun? Bugun osh yedik. Osh yedik. Kechachi? Kecha lag'ma yedik. Halol restorandan olib kelyapti, to'g'rimi? Halol, ha. Bir oyda necha marta oylik aka? Bir oyda 2 marta, har 15 kunda. Qaysi chислоda oylik olasiz? Hop, 5-chислоda, keyin 20-chислоda olamiz. 1-2 kun endi kechikadi endi. Uni 1-2 kun kechikadi nima? Turdovoda gol qilib beryaptimi? Turdovoda gol bor. Issiq skalad, to'g'rimi? Issiq skalad. Shtaraf qanaqa yo'qadi? Bu yerda shtaraf uncha yo'q. Misol uchun adashsa shtaraf bo'ladi. Shtaraf oldingizmi o'tgan oy? Yo'q. Aka, rahmat sizga. Siz ko'rib turganlarga nima deysiz? Ha? Sizni ko'rib turganlarga nima deysiz? Zo'r ish. Kelaveringlar, ha. Mana akamiz ishlayaptilar, kelishlari mumkin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Siz bilan ham yilni boshida video o'rgandik. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Qancha olyapsiz oylik? Oylik 3800, meni kompletovchik. Sizga 3800? Hammaga 3500-u? Kompletovchik. Mer Privilegiy banki bilan qulay kurs bo'yicha pul o'tkazmalarini amalga oshiring. 2024 promokodidan foydalaning va qo'shimcha chegirmaga ega bo'ling. Mer Privilegiy ilovasiga o'ting va O'zbekistonga o'tkazmalar tugmasini bosing. O'tkazmani qabul qilish turini tanlang. Qo'shimcha chegirma olish uchun summa va 2024 promokodini kiriting. Qabul qiluvchining ma'lumotlarini to'ldiring. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldiring. Ma'lumotlarni tekshiring va o'tkazmani amalga oshiring. 2024 promokodidan foydalanishni va yaqinlaringizga tez, komissiyasiz va foydali pul o'tkazmalarini amalga oshirishni unutmang. Mer Privilegiy. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Ha, kompletovchilar ham bor? Ha, bor. Guruchchilar qancha oladi? Guruchchilar 3300. Guruchchilar ishi nimadan iborat? Guruchchilar shu varotada podbor nabor teradi, bo'ldi, shu paletga terib, o'raydi, bo'ldi, shu boshqa. Stretch qilishadi, ha? Stretch qilishadi. Bu akamiz to'g'ri aytdilarmi? Hammasi to'g'rimi? Hammasi to'g'ri aytganlari. Nima deysiz siz ko'rib kelmoqchi bo'lganlarga? Kelishsin, ishlashsin, hamma o'ziga bog'liq ishlash. Do'stlar, mana shu odamlar bilan video qilgandik. Hozir men sklad ichiga kirib, o'zlari bilan video qilamizda. Yangi kelganlar bo'lsa, masalan, yangi chegaradan keldi, ularga dokumentga yordam beradi. Kelib ishlaysizlar, dokumentga yordam beradi. Atabeki polniy paket Moskva yoki Moskovskiy old patenti bilan ishga oladi. Moskva bilan Oblast patenti bitta bo'lgan 1-sentyabrdan bemalol kirishlari mumkin. Eng pasti guruchi 3300, 3500 tovar telegram olibdi. Bu kanal 3800 ga chiqib boribdi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Siz qayerdansiz? Andijon. Necha yoshsiz? 20 yosh. 20 yosh. Qancha vaqtdan ishlaysiz bu yerda? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Mana 20 yoshli bolalar sizga o'xshab ish qilib yurganlar bordir. Ish qanaqa bitta? Ish zo'r. Issiq joy. Qancha olyapsiz? 3,5 ming. Podborchiman. Hozir tovar siz teryapsiz a? Bitta ko'rsating chiqqan qanaqa tovar teradi? Tezda mana yacheykan nomeri bor. Ha. 27 02 22. 27 01 20. Mana hozir zakaz. Buni kurs topdi, to'g'rimi? Tak, dale. Keyin nima bo'ladi? Bunga bitta yacheyka uramiz. Nechta deyapti? Keyin tovar deydi. Tovarda mana bu shtrixi bo'ladi. Tovarni ishga ko'rasiz. Shtrixga bitta uramiz. Aha. Keyin sonini chiqarib beradi. Qani soni? 32 ta olish kerak edi. 32 ta olishingiz kerak a? 8 ta korobka. 8 ta korobka olib qo'yishimiz kerak a shu yerdan siz bilan. Hozir bu bizning paletimizga sig'maydi aka. Aha. Buni bu yerdan nima qilib Tarpus qilamiz. Keyingi paletga qo'yamiz. Aha. Buni tashlab kelib, o'rniga boshqa palet olib kelib. Hozir ustiga mayda-mayda terib ketaveramiz, to'g'rimi? Bu og'ir tovar bo'lgan. Bundan keyin qani nima bor sizda hozir? Bundan keyin yana mana shu tovarga qaytib kelaman, boshqa palet olib. Qaytib kelishim. Bo'z tovar bor tashlaysiz, kelib yangi palet bilan 32 ta 8 ta korobkani qo'yasiz. Dal shu ustiga qo'yib ketaverasiz a? Rus tilini bilmaganlar biz Skandinaviyada qiynaladimi, yo'qmi? Yo'q. Oson. Kelsa o'zbek yaxshi biladigan akalar bor, oldindan ishlayotganlar. Menga mana shuni o'rgatgan. O'rgatib qo'yadi. Bir kunda, yarim kunda o'rgansa bo'ladigan narsa. Mana keldingiz a, birinchi kun pul to'laydimi, yo'qmi birinchi kunga? Birinchi kuningizdan pul to'lashni boshlaydi. Birinchi kundan pul to'laveradi. Avval guruchchi ishlaydimi yo sразу kelaveradimi bu yoqqa?
Yo'q, agar kelsa, xohlasa, mashinaga qo'yadigan bo'lsa, birinchi kundan xohlasa podbolda ishlayveradi. Do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin, sklad ichidan video olamiz. Issiq joy, xavfli joyi yo'q. Kelinglar, shuni qilinglar, pulni olinglar. Bir oyda 2 marta oylik, turdovoy dogovor, yotoq joy, registratsiya, obed, ishga borib kelish mutlaqo tekin. Sizdan ertalab kechqurun o'zingiz ovqat tayyorlaysiz, patinga pul qo'yasiz. Mana shundoq. Ekranda nomerlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Primoy WhatsApp va bulardan tashqari hozir Valberisk ham kirgan bular. Valberiskda opti borlar 4000 dan 6000 gacha ishlayapti. Xuddi shundoq. Obed, Valberiskdan obed bepulmi? Valberiskda hali ishlab ko'rmadim. Ishlayotganlar bepul deyishdi. Valberiskda ham obed bepul, yotoq joy bepul, turdovoy dogovor qilib beradi, ishga olib keladi, registratsiya bepul. Kelishlaringiz mumkin. Ish Moskovsk oblastida Naginskda joylashgan, Stariy Kupavna. Mana kelib ishlashlaringiz mumkin. 60 ga yaqin odamlar bunda ishlayapti. Yana potrебность bor. Hozir ancha vaqt ham ishlaydiganlar u yerga ketibdi. Chunki 1 yil bo'lgan, shuni hisobiga ishga kerak bularga. Bu balla ham Valberiskda ham bu yoqda ishlar ekan. Hozir so'raymiz, Valberiskda nima ish qilishyapti и примерно qancha ishlayapti. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Anjandan. Anjandan. Ham Valberiskda, ham Lakrda ishlayapsiz-a? Shunaqa. Valberisk ishi qanaqa? Valberiskda biz qiladigan ishimiz asosan sortirovka, keladigan tovarlarni o'sha ketadigan shaharlarga qarab ajratamiz. Shu kunda 10 soat, 12 soat ishlaymiz. O'rtacha 5000 dan smenamizga pul bor shuni. 5000 dan to'g'ri kelyapti aytishda. Shunaqa, ha. Endi o'ylab olasiz, to'g'rimi Valberiskdan? Ha, hali endi birinchi oyimiz. Bular Valberiskga yangi kirishganda ham bu yerda ishlayapti, ham Valberiskda. Sizlarda opit bo'lsa, kelinglar. Ham yoqqa dokument bilan qabul qiladi, to'g'rimi Valberiskda? Shunday, ha, to'liq dokument. Valberiskda obed bepul, emas bepul. Obed bepul, bordi keldi, yotoqxonasi bepul. Patentingiz yoningizdan to'laysiz. Aha. Registratsiyani ham qilib berishadi o'zlari. Yotoq joy ham bepul. Shunday. Hammasi sizga. Assalomu alaykum. Siz qayerdan bilasiz? Namangan. Namangan. Qancha vaqtdan ishlaysiz shu kompaniyada? 7-8 oydanmi? 7-8 oydan beri. Ham bu yoqda, ham Valberiskda ishlayapsiz ekan. Qanday bo'lyapti Valberisk? Yaxshi, normal. Qancha tushiryapsiz? Kuniga 4000, 5000 minimum. Ishlasa pul bor. Endi nasib bo'lsa o'ylab olasizlar-a yoqdan. Rahmat sizga.